2024-2025 yillarda demak pandemiya sababidan juda ham ko'p insonlarga Kanada viza berdi, turistlarga, studentlarga vaholanki juda ham ko'plab insonlar doimiy turar ya'ni o'sha rezidentlik sifatida ham kirib kelishdi. Mana shu sababdan demak Kanada juda ham ko'p muammolar paydo bo'ldi. Ya'ni ularga ish topib berish yoki bo'lmasam turar joy yoki bo'lmasam shu tibbiyot xizmat ko'rsatish sohalarida juda ham katta muammolar bo'ldi. Shu sababdan 2024-2025 yillarda juda ham ko'p insonlarga demak Kanada vizani отказ qildi. Lekin 2026-yil mana yaqinda immigratsiya vaziri o'zi bayonot bilan chiqdi, ya'ni yana o'sha chet el talabalari va turistlarga vizalar berishni boshlaydi. Sababi nimaga? Chunki Kanadaning iqtisodiyotini asosiy daromadlaridan biri bu demak xalqaro talabalar va turistlar hisoblanadi. Shu sababdan demak imkoniyatni qo'ldan boy bermasdan demak hamma hujjatlarni yig'amiz va Kanadaga yo'lga otlanamiz. Hammaga omad.